endi mana harakatlar yanada ham ko'tarilyapti. Endi shifosini bersa bo'ldi. Bir yilchalab to'shakka mixlanib yotdimda. Bu apparatimiz nervlarni tiklashga yordam beradi, mushaklarni baquvvatlashtiradi. Bu apparatimizda qo'llarni harakatlari mana o'zi ko'tarilyapti, lekin bunaqa darajada emas qo'llari. Bularning harakatlari cheklangan. Qon aylanishlarini yaxshilaydi. Bu apparatimizni yelka qismlariga qo'yamiz, keyin tirsak qismlariga qo'yamiz, hozir bilak qismlariga qo'yamiz. Bularning mushaklari yaxshi emas, mana ochishga qiynaladi, tonus hisobiga tortishadi, nerv qismi hisobiga. Mana buni apparatimiz qo'ygan sarimiz sekin-sekin harakatlar ochilib boradi. Endi mana harakatlar yanada ham ko'tarilyapti. Qo'llar bu darajada tepaga chiqmasdi. Nerv tiklashga yordam beryapti. Yaxshimisiz? Yaxshi. O'zidan yengillik his qilyapsiz, shundan ancha yaxshisiz.